qani. Kasbingiz nima? O'rta maktab o'qituvchisi. Yeshingiz? 33 yosh. Yo'ldosh Rezvan, o'zingiz tanlagan usulni o'ynab bering. Bo'ldi. Men sizlarga Uyg'ur xalqining klassik muzikasi 12 muqam asosida o'zgartib ishlangan tez marg'un o'ynab beray. Men tayyorlik qilib olay. Marhamat. O bu yerdagi xalq usulchisi. Qara, boshlaydi. Bildik ya. Bo'ladi. İmtihan qatnashsin. O'rlashtirib qo'ydim. Iliq naqsh ayta oladigan Mahira hozirgacha kelmadi. Qanday qilamiz? Keyin bir nima deyishaylik. Men bir amal qilib boqay. O qizni izdimayli. Qarang, bugun imtihonga qatnashganlar uningdan eshib tushdik. Kechiring. Bu mening birinchi qitim tomdan otilib tushib. Bu yaxshilik. Merosi gapim bor. Cho'qan bo'ling. Rostla. Tez bo'ling deyman. Tez bo'ling. Berib imtihonga qatnashing. İmtihonga? Yo'q. Qatnasholmayman. Artist bo'g'im yo'q. O'zgarmabsiz-ku. Ma ahmoqni qarang. Mushundaq fursatni ketkizib qo'yamsiz. Nima ishga qilmaysiz? Hamoqatlik qilmang. Bu sizning taqdiringiz bilan istiqbolingizni belgilaydigan imtihon. Rezvan muallimga qatnashdi. Rasman? Men sizni oldigan bo'lsam, ishto'p ketay. Men kesib aytmanki, mushundaq paytda butun shahar bo'yicha sizga o'xshash ahmoqlik qilib uyda to'toqib o'ltirgan qizning ikkinchi birisi yo'q. Qizlarning hammasi bordimi? Albatta. Tez bo'ling. Bo'lmasa Amina muallim armonda qoladi. Amina muallim? Meni shu evatdi. O'zga qilayotgan kim u? Kim bilan gaplashyapsan? Hech kim bilan. Hozirli kulki ovozi anlandi-ku. Men anladim. Qo'shlarning ovozi-ku deyman. Dada. Dada, sirtga chiqib o'ynab kelaychi. Urumchidan kelganlar ketgandan keyin nega borsam mayli. O'qdan dada.
Sizlar atağlıq ishki artistni haydayaptilar. Ular chillapma akaga olmaydigan mehmonlardi. To'la gap qildigan bo'lib qopsa xotin. Nima uchundir heliqi artist Aminani ko'rsamla sizlar gapini qitaygan jutunlardan chiqatgan Oysham esimga keladi. Ayni vaqt kichik Oysha muaqilliq bo'lib naqsh usulga ustidi. Uni artistlikka bergan chig'imda hatto uning beshida chechimi yo'qdi. Ha, rasman. Uning ataqliq artist bo'lib ketishini kim bilsin? Mush ayol shu bositi xushal xuram holda qizini uning qo'liga topshirib bergan bo'lardim. Agar rostini shu bo'lib qolgan bo'lsa, uyimizga akilib to'g'izib, o'z qo'lim bilan pololangdan yetib beratdim. U chog'da men simiz qo'ydim, birini so'yib, mehmon qilatim degina. Undaqda bek yaxshi bo'lardi. Nimalarni xayol qilib ketdim. Uning o'lib ketganiga 10 necha yil bo'lgan tursa. Ha? Hazır nöbet, Rıştık geldi. Mağın. Bağım bolam, kan kepti. Rışt degan sizmi? Oldiqroq keling. Nimadan imtihon berasiz? Görüm kılamız qanda? Yo'q. Kerak emas. Naqshini imtihon beray. Nayt yaxshi. O'zingiz yaxshi ko'radigan naqshidan birini aytib bering. Yurak qalda ayting. Bo'ladi. Men G'ayribsanam operasidan bir naqsh aytib beray. Bu tamakni singlimdan balsiga olib berib kelay. Ma'qul. Sen? Tağa, siz gepimni anglab turing. Bugun ishlar to'g'ri qilmadingiz. Siz o'zni qilmaysiz. O'zi tağa, urmoq dema, urmoq de. Tağa, siz ayiblik. Bugun ishda siz ayiblik. O'sil qari, joyil qari. Jiran. Hey, mana bu yoqda. Opla, dedemiz ketdi. Ha? Qanday qilaman? Bizden malum, dostı ağımızı koklap gitti. Bunu kiysem bulan bu. Oldu bunu. Sen emcanın üzülü oldunuz. Ben çakırmışı meydandan çıkıp gitme. Bağırtınızı göz oyna. Şu, ciddileşme estağfurullah oyna. Muafiyet kazanalaysın. Bana işini. Şu gayrı, şu. Gel.
tarafga berib kelek. Yaxshi yetdingiz. Seni tabriklayman. Mundan ketar bo'lding sen yotib yerga. Meni qo'yding ko'ylagimga, istig'imga. Mana masperim. Ma'qul. Yig'lar senin judolig'ni. Sizni tanımsizlar. Neymiş bu? Siz yok. Ya. Mahsini hakikaten sizni tanımsız. Kömekkenmi? Siz mi tanımamsız? Yo'q. Yarim olma sergerdan bir qiyane bakışın derdimge dermane kessem yemeklarımı Tağa, bu yoqqa siz. Tağa, piran, o'tiring. O'tiring tağa. Acayip yaxshi aytdi. Bulbul deb mana mushu qizni desa bo'ladi. Nima ish qilsinlarmidikmi? Balkim sirtin kelgandi. O qiz kim? Nima ish qaytib keldingiz? O bakmi eliga qaytdi. O keldimi? Ben berip kızımı tep bulay. Sen emmin nakşisine çıkan kızını benim namım tebriklep koyun. Amine muallimge aytıp koyun. Aşk kız hakikaten kabiliyet tutken. Kızımını aldap ep ketken sortak bilen hadi sapışım et. Naqshi hakikaten yaxshi aytib Mahira. U Aşı Mahira. u hakikaten qobiliyat tutgan. Uni qabul qilishimiz kerak. Mübarek olsun Mahira. Mahira, sizni tabriklaymiz. Yo'qolmayman. Mahira! Bor bo'yga. Dada. Astag'firullah.
Aka, kızımız hakikaten iqtidorli san'atkor ekan. Uni qabul qilmasak, biz uchun afsuslanarli ish bo'ladi. Singlim qarab boqayli. Ocha. Ahmedkamga gap qilib, Mahiraning berishiga unatsizlar. Amali va bosim. İpimge. Kızım artist olmaydı. Bo'ladi aka. O'ylanib baxsla. Bizmi bu yerdan ketimiz. Hozircha Mahira qapqasin. Obdan o'ylanib, ma'qul ko'rganda topshirib taslim bo'ladi. Biz bu shahardan ayrilgan kuni Ahmedkamma qizini yiroq bir yerga aytmadi. Hammachamning uyi ajabmi yiroq ekan. Az qoldik, aldırmagın kızım. Aldığımızdaki Kazaklarning yaylığı. Rostmi? Ha. Mening bulbulum, men bilan to'y qilishga qo'shiling. Qizni qo'yingki. Ular nima ish qilyapti? Siz bilmaysiz. Nima? Ular muhabbatlashyapti. Boshqa joydan kelgan o'xshaysizlar. Yayloq gap baqmaganmi? Mahira, bu yerda nima ish qilasiz? Dadam yetib keldi. Ahmedka, yaxshimisizlar? Hey. Oxir qo'shilibsiz-da. Rahmat sizga. Men san'at umididagi barliq yo'ldoshlar nomidan sizga minnatdorlik bildiraman. Mertro, kızımla köpeğini kenmedim. Mahire, eğitip koyay ki, ikinin biri gitti. Ya men bilen öyle kay. Ya ki bomba sattı balıktan geçip, ülük dirigenge üzerine ol. Mertro'la! Hadi adam! Ben kestim! Aminim alim, men imtihanda o'tdimmi? Ha. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Herkes muhlumaydım. İkkinin biri gitti. Ya men bilen öyle kay. Ya ki bombasa atı balıktan geçip ülük dirigenge üzerine gibi ol.
Ne boldunuz? Yaxshi uxlamadingizmi? Әттігенділа, Махирәні қайтыр өтәйлі деймін. Қаршы тұрмайдыған сіз. Немішке? Tağa aça. Meni bir gep kettinglar. Qaytmayma. Kichigimdilla artist bo'lishni o'ylaydim. Ko'p qitim sahnada uslaynab tushgandim. Meni qabul qildinglar-ku. Sizlarni aram deganda topdim. Meni nimishga qaytirib etisizlar. Qaytmayma. Meni bir gep ketinglar. Cho'qim artist bo'laman. Gep anlang. Mahire, hazırçı qaytib turun. Arzoyunuz çokum əməlgə aşıdı. Dadınız azaplanğan halda ketdi. Şunu onun eddisini ötküzüşümüz gerek. Kızım Mahire qaytib ketdi. Qaytib keldim. Mahire, apa. Əmdi ketməydiğansa kızım. Min Amine maçam qaytırıb etdi. Xudağa şükri. Aminem ah köngül ayalken. İtina yoldaş. Amine muallim. Sizlerinin rehberinglarmi? O bir peshqadam artist. San'at uning hayoti. U ulug'vor ishlar uchun yuraqqinini sarf qildi. Hatto turmada yetishdim o bosh tortmagan. O turmada mı yatqanmidi? Bilmasangiz kerak. Bulan-talan vaqtida bu peshqadam san'atkor o'lim girdovidan qaytib kelgan. O'lim girdovidan? O nali? Qashqaliq. O qancha yosh? 41 yosh. Onun başka ismi mi var mı? Burun qismi Ayşemken. Biroq hozir bu ismni bildiganlar yo'q. Kechirim. Beshim biraz og'riyotdi. Dada, nim bo'ldingiz? 52 yılı Ayşemni nailik sanatımı apağınımda o tehi 12 yaşlı bulup nahiga bağandı jığlıgandı. Keyin men Qashqardan 6 ayga kelip sen bilen toy qilib mana hazır bir öylik bop qaldım. 12 ömrümge 30 yıl bop qaldı. Qitim Ürümchiga bağanda onu kömüdilimi? Yo'q. Çoğun heplik gezitden onun ataqlıq artist bolğanlığını, ismini Amine'ge özgertkenligini bildim. Onu bir kösemde köp izledim. Bazılar onu tutup gitti. 4 yaşlık birli kızı kaldı deyişti. Şu günü kişilerden Amine'nin şehrinin sırtığı hep çıkıp vurup öldürüp etkenligini, cesedin dalığı taşlıp etkenligini anlap, ertesi bir işek arabasını tepip şehrinin sırtığı berip köp caylarını izledim. Kim oldu? Kim oldunuz kızım? Apınız nerede? Saklatçının bir şey geçti de oldu da. Layık masamı bittim. Apınız kim idi? Apam artist. İsmi Amine. Yeni bir ismi Ayşem. Daha aman apamı tepiyor. Apınızı izlemeyli. Ben sizinle öygep gideyim. Kızıp gidip suku. Bitcarı bala. Şunda kılıp Mahire'ni öygep geldim.
Amine Mahire'nin öz apsız ekanligi de gap yok. U tek hayat eken. Emse, bu ahvallarını yoldaş Nur'a aytaylı. Hey. Olmaydı. Mahire'ni bizning bekip çoğun kıygallıkımızdan Amine haber tapsa balını ektemdi. U çağda Mahire qandaq mı ertis bolalısın? Rost dinle. Ahmet xotun, yığılmay, xuşal olmam sen. Et degende Mahire'ni xuşal xuramlık bilen yoldaş Nur'a tapşırıp bireyli. Meni koşuldu edigin. Mahire'ge özem aytay. Usulayırı? Acabim sıraylıkken. Bu ayakını kişim dikegen bak kılıma. Bu ayağını eli vağın. İsindi bolsun ki bunu camdanı hep koy. Kişiler görüp kalmışsın. Sen hakiki artist bulup sahnege çıkıdığan çağında Makul dada. Maharetli ügünüş meşkı katmışım.
Dada, abba, men sizlarga bir xo'sh xabar aytay. Cho'ng tipdagi opera Tulun oydagi asosiy rol ona bolani rahbarlik Amina Ma'lum bilan mening o'ynashimni belgiladi. Hozir Amina Ma'lum o'z opamdek rol elishni o'rgatmoqda. Men o'zimni intayin baxtli his qilmoqdaman. Dada, siz bergan yiliq oyoqni kiyib, tunji qatim rasmiy sahnaga chiqqan chog'imda sizlarning yonimda bo'lishinglarga baxtli intizorman. Yana ailangni o'ylayapsan? Usulayqi? Nima bilan chiroyli? Qani? Ya Allah, bo'ldi. Oyog'ini ilib olaylik da'vatmaymiz. Nima qilsan? Dadam bu oyoqni hech kim ko'rsatma degandi. Men bo'ldi, qizlar. Mishvaqchi uxlamay, nima ish qilyapsizlar? Muallim, Moirani bu usul oyqi rahmi chiroyliqcha kepa qalbisak unmagancha talishib qoldi. Sizlarmitti? Ha, menimki. Bu oyoqni sizga kim bergan? Menga dadam bergandi. Menga boshqalar ko'rsatma, rasmiy sahnaga chiqqaningda andin kelgin degan. Muallim, hamma ayb bizda. Ergizmi Mayradan ko'rmang. Onun oyoqini talashmasak bo'ladi. To'g'ri. Dam olish vaqtida intizom qilinglar. Bo'ldi, yetib uxlanglar. Erta yana repetitsiya qilasizlar. Sağlık bilen kutgan gün ahir yetib geldi. Esimde kalışça opamni usul ketdi. Bu ishni birasiman aytib bermisimi? Lekin xuddi tushimdagidek. Quva esimda turdi. Opam hayot bo'lgan bo'lsaydi, cho'qim Amina'ning o'xshagan bo'ladi. Qandoq dedim? Shundoq. Cho'qim shunga o'xshagan bo'ladi. Siz uni tanimsiz? Yo'q. Undaqda hozirgi ota-onangizchi? Ular meni o'z tanistek ko'rdi. Men ularga kamroq. Menimcha ular o'z ota-onamning ahvolini biladi. Biroq men ulardan so'rashni xohlamadim. Ular menga aytmadi. O'lib ketgan ota-onamni qalbimda saqlayman. Men hozir bir otdan cho'ng oldim. Nabiyga ta'sir yetkazmaslik uchun qalbimdagi urg'ib turgan hayojonimni desib, bu ahvolni hozircha unga aytmaslik qaroriga keldim. Demek başlığı G'opirning aytishicha, rayonlik madaniyat nazorati biz arz tanlagan joylardagi san'at tarmoqlarining vakillari kelib, o'yinimizni ko'rishga qo'shilibdi. Nayt yaxshi bo'pti. Shuni bilamsiz. Xotirjam bo'ling. U cho'qim muvaffaqiyat qozonadi. Yana o'mak boshlig'i
Ahmet akınımı uyun görüşke alayda teklif kıptı. Rostmi? Ha. Andaq pat arada onun bilan ko'rishadiganman da. Davlat bayramiga bag'ishlangan cho'ng tipdagi opera to'lin ay hozir boshlanadi. Mayra, nöbet siz geldi. Tez bulam. Baldı, çıraylı hop gittiler. Yoldaş Amine, evet gel. Hey, oqsahni chiqaylik. Ma'qul. Nima ketdi bu? Qarang. Aka. Yaxshimisiz? Ora yaxshimi? Yaxshimisiz? Ozroq ishimiz bor, Mahira bilan ko'rishyapti. Bu uni chaqirib qo'ying, ko'rishyapsiz. ma'qul. Chiroqda qiling. Nima qilsa? Kirish olmaydi. Hozir fikr Mahira ko'rishaylik degan Mahira, hozirda ketimiz. Xizmatingizga tashriyapmisin? Men dadingizni qaytdi. O'z qo'lingiz bilan tashirib beradigan-siz. Qo'shimcha. Bo'ldi. Ta'sir ko'rsaylik. Bo'ldi.
yoldaş Amine. Hayat genç. Mahire sizin kızınız. Burun ben, onun mu sizge okşaş dert elem tartışıdın ensirep, onun ersiz boluşuğu yol koymagan. Mana emdi karı bulutlar tarkılıp, koyaş nuru çekildi. Kızınız Mahire'ni tapşırıp elim. O mu kuddu sizdek usulcu bop yetişip çıksa armınım yok.